Hürmetlik vatandaş. Bugünkü lekşimizni başlaymiz. Lekşiyerisiga görüyoruz. Washington'dan sözleymiz. Bugün çislaga 2024-yıl 1. ayının 29. günü haftaga düşenbe vatandaş. Sizlerge hazır vaziyetten sözleydigan bolsak, mananga dikkat kılыңa. Anandan keyin yana tahlil qilamiz sizlar bilan birga. Ekranda hukuk tuyuksuz koyup etildi. Yerlik hakimiyetle özü başquruşning perdesi açıldı. Mavzu hukuk nimişki tuyuksuz koyup etildi. Yerlikle özü başquruşning perdesi açıldı. Mavzuluk video film 1. ayının 29. gün YouTube'da ilan kılındı. Abduri Deçven Media. Amerika şirketi Şanghay'daki işhane binaları satıb etti. Çet el meblağı kaçtı. En ahırkı zerbe yetip geldi. Suşavha 1. ayının 29. günü. Ahırdaki Amerika şirketi Şanghay'dan kaçtı. Yani Şanghay'daki işhane binasını bütünley satıb etti. Degende hem de adetsiz bilen biz sözleşip kelivatkan şirketler meselesi Cungo'dan çıkıp ketivatkan çet el şirketleri meselesi de hep karısak yukarıki Deçven Media degeni bu çakçak emez vatandaş. Ben 2 günden beri sizge nemi dedim? Bir özgürüş kelivatıdı dedim. Mesela Tibet meselesini hal kılış kayış şekilde, Uyguristan meselesini hal kılış gerek olsa kayış şekilde hal buludu dep sizge sual koydum vatandaşım. Aralıkta 1. ayının 15. günden başlap hazır Dalai Lama'nın burunqi faaliyetlerinin hemisi ekranda peyda bulup kaldı. Bu hergiz tuyuksuz vaka emas. Bunun kayında nemi gap ba dedim vatandaşım. Ondan Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo'nun munosabatida o'zgarish bo'ldi. Tungilardan so'zildi. Endilikda Prezident Joe Biden yana Reis Xi Jinping bilan telefon suhbati o'tkazdi. Aldığımızda baharda dedik. Ondan Devlet İşler Katibi Antony Blinken bu qatim yani Beijing'ni ziyaret qiladi dedik. Onun sırtida hazır Amerika Qo'shma Shtatlari ve Jungo hukumatının yuqori darajalik diplomatlari amaldorlari uchrashdi ve uchrashishga boshladi dedik. 1. ayının 26. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Aksaray Bexatarlik Komiteti yoki Bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan Taylandning poytaxti Bangkokda Jungo'nun diplomati Wang Yi bilan uchrashdi. Endi mushu gaplarga asoslanganda o'tgan yili 11. aydagi suhbatdan qaraganda vaqalarda o'zgarish bo'ldi. Masalan, Uyg'urlar masalasida o'zgarish bo'ldi. Esingizda bor vatandaş. Shundan keyin Amerika Jungo munosabati bir o'zgarish davriga. Haliqi taraq-turuqni to'xtatib, Jungo hukumatining noroziligi bu deganni bir illiydigan davrga, bir yumshaydigan davrga kirib keldi dedik. Hozir endi Tayvanda saylamda agar Leychingda utib oladigan bo'lsa Demokratlar Taraqqiyot partiyasi buning ma'nosi urush. Bunun ma'nosi urush, tinchlikdan asar yok. Tinchlikdan hech qanday umid yok. Jungo hukumati vaqirg'ani da saylamgacha. Saylanib bo'ldi hozir Jungo hukumatining hech qanday bir harakat taraddudi yo'q. Mushqatim chegara Tayvanga avatgan harbiy aeroplanlar, yani Tayvanning atrofiga avatgan harbiy aeroplanlar, masalan Manga va Bangkokda suhbat bo'layotsa, evatkani endi bu bir rasmiyatdi, balki yoki boshini o'qtidi, hozir tushunilmaydi ahvolda sababi. Tayvanni tillaydigan, haqorat qiladigan, Leychingdani tillaydigan, haqorat qiladigan ishlarmi yo'q. Jungo hukumatining alpası bu işler yok. Demek avval taraq-turuqdan keyin jim g'oyib bo'ldi degan gap hozir vatandaş. Asosiyatdan kulnish shundoq ko'rish shundoq. Mushundaq ahvol ostida hozir Jungo jamiyati o'zgarish davriga kirdimi? Mana bu savolni yana qo'yamiz. Tungun qo'ygan savol Tibet masalasini hal qiladigan bo'lsa qaysi shaklda
Uyg'uriston masalasini hal qildigan bo'lsa, qaysi shaklda? Endi gapmaya hozir nimda dechvanmay deya degan nima dedi? Ya o'lkalar yoki yerlik hokimiyatlar o'zini o'zi boshqarishdan pardasi ochildi. Endi bu yerda ikki o'rin bor, biri Tibet, biri Xinjiang deb turayli. Başqa yerlarni eg'izg'anmay turib, ikki rayonni Uyg'uriston mustamlika, Tibet mushni eg'izg'alayli. Mushundaq eg'izga olganda yerliklar o'zini o'zi boshqaradigan bo'lsa bo'ladi. Tibetlarning o'rni qayerda bo'ladi? Mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlarning o'rni qanday bo'ldi? Masala tugum mishak kelyapti ya vatandosh. Siz mis qilyapsiz ya, his qilasiz, buni his qiling vatandosh. Hozir endi Jungodagi bu o'zgarishni tuvandagi leksiyada nima deymiz desanglar? Jungodagi bu o'zgarish o bir kunning, ikki kunning ichida bo'layotgan gap emas. Bu uzundan tayyorlik qilib o'ttirg'i chiqayotgan o'zgarish debdi. Masalan, Shanganlik obzorchi Yan Chungo bu uzundan boshlab kelayotgan o'zgarish bu bir kun, ikki kun ichida o'ttirg'i to'satilib chiqib qolgan hodisa emas deydi. Demak, buning uzundan biri bo'layotdi desangiz, ya 5 yildan ilgari yoki Reis Xi Jinping hokimiyat başa kelgandan beri desangiz bo'layveradi vatandosh buni. Rasla mushundaq o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bu bir kun, ikki kun ichida tayyorlik qilgan ish emas bu. 180 gradus o'zgardi deb hukm qildi bugun. Shanganning obzorchisi Yan Chungo 180 gradus o'zgardi Jungo Kompartiyasi dedim. Tafsilotlari hozir men sizlarga so'zlayman vatandosh. Masalan, anglagan mana buni birinchi maqola yoki birinchi fikr deylik. Xi Jinpingning yana bir oxirgi kunlari. Mavzuli xabar 1-ayning 28-kun Vanvit orbit e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Kompartiya iqtisodida 2023-yili ba'zi sonliq ma'lumotlar o'tirg'i chiqishga boshlandi. Uy imorat binolarni, hatto so'qirushay binolarni haliqi boshlab qo'yib, oxirida tushirilmagan derazasini yasab, pallanpayni chiqarolmagan, yasayolmagan binolar, tashlanib qolgan binolarni kapolatga berish. Kim agar o'ddigarlik qilib buning iqtisodiy bir nimasi to'layman desa, yoki men olaman desa, yoki men qanday shaklda bir shaklda ish qilib, shaxsiylarning qo'liga kapolatga berish debdi. Bu qanday tushungil bo'lgan gapmi, tushungil bo'lmagan men tushunamadim, lekin tuvandikisiga diqqat qiling. Hammadan diqqat qo'zg'aydigan yana bir taraf shu bo'ldiki, kim oshti qilib setish. Bu sizga bizga tanishliq. Masalan, mushu binolarni kim oshti qilib setish, masalan, yerim yo'lda to'xtab qolgan binolar, yana so'qiruvchay bo'lib qolgan binolar. Ikkinchisi, uyni setib olib, bankadan qarz olib, uyni setib olib, bankaning pulini qaytara olmagan binolar yoki xaridorlarning qo'lidagi uyni elib olib, kim oshti qilib setish qo'yib etdi deydi hozir. Masalan, viviskilar esildi bu uyning beshiga. Kim oshti qilib sotamiz, oladiganlar bo'lsa keling deb eslib bo'ldi deydi binolar. Bu binolar hozircha Jungoda taxminan 800 ming yurishlik imorat. 800 ming yurishlik uy imorat kim oshti bozorga kirib ketgan bo'lsa, oldi sotining natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar 500 ming oila xonavayron bo'ladi deydi. Tushundingizmi? Undan keyin bu yil 2024-yili kim oshti qilib sotadigan uy imoratlar 1 million yurishdan oshadigan bo'lsa, sistemlashgan xavf-xatar yaqinlab kelgan bo'ladi. Ham shundaq bishorat bergan bo'ladi. Bu ishda Jungoda siyosiy hokimiyat olmishishqa ta'sir ko'rsatdi. Mana gapning tuguni vatandosh. Iqtisodning bosh taraflari to'xtalmaymiz. Kichikgina bir tarafida to'xtalibdi. So'qiruvchay uylar kim oshti qilib setish. Buning uchun 500 ming odam vayron bo'ladi debdi. Agar shunday kim oshti qilib sotadigan uylar 1 million yetganda bo'lsa,
Cungo'da siyasi hakimiyetinin özgür işige, siyasi hakimiyette olmuş iş, 101 işige tesir körüstemdu depti vatandaş. Bu demekkelik özgür iş kirivatıdı, özgür iş yetip kirivatıdı degen fikrimizge bugün yetip gelgen misalmış o. Endi ikinci makavar karana Cungo Kompartiyası kaksanan boldu. Kutulay desim o, endi vakit tügeçti, vakit tügüdü. Vakit ahırlaştı. Sen Kutulay dep tırışçallık görsen ama bu vakit yok sana, vakit ahırlaştı. Mavzulu obzor. 1. ayının 28. günü ben bir torbeti ilan kılındı. Bunun aptoraya ama Yançingo dedim gazer, Yançingo. Endi bu kişi mundaq 4 meseleni oturup koyuptu. Yakında Cungo hükümetinde özgür iş buluvatıdı, siyasette özgür iş buluvatıdı dedik o 3 gün içinde. Bir gün obzorçu Yançingo mundaq kulasıldı. Birinci, bankala 2 trilyon pul çıkarıp payçak bazarını kutuldurmakçı oldu. Bütün gün sözlügen nem degen tok, bu 2 trilyon pulunu devlet ilgilideki şirketlerinin privat zapsın elip teşkillemekçi oldu bundakta. Devlet ilgili şirketler neme boludu degen idi. Hazır bunu bank teşkilleydigan bol. 2 trilyon pul bankada bar mı yok mu? Bunun yüzünü mü? Sual dep oturup koyuyor vatandaşlar. Birinci banka oturuğa çıkıp 2 trilyon pul teşkillep payçak bazarına kutuldurduğun boldu. İkinci 19 ölk şehirge buyruk düşürüp arlık biz eğizge ağantık silerge degen edik. Asası kuruluş. Mesela energiya o sımtanap bu, taş yol bu, tömür yol bu degenlerge pul hecleşip toxtatdı degen edik. Bu ikinci sebep iken 19 ülke ve şehirge meblağ seriş asası kuruluşun toxtuş. Üçüncü çet el şirketlerinin Cungo'ga meblağ selip öz aldığı Cungo'da pul muamele organlarını kuruşqa ruhsat kılış. Yani bir yerdimi deyimiz vatandaş ala şehrine deyimiz. Neymiş ka? Çünkü Kompartiyası üzücü koltuğu vatanperver o. Hazırki zamanda vatanperverlikli oğurlarının hareketi depme tasvirleydiğin cümleler varken bu doğrusuyla öyle sözleşkisi bulundu. Oğurlarının gibi vatanperverlik degen deydiğin. Yani hazır bunu dalaş Kompartiyadaki adamlarına kart koygan bolsa gerek. Yani başka ak köngül vatanperverler bunun içinde bulunmuş gerek vatandaş. Yani onu koyup durayla hazır 3. gap, katlı gap. Yani müsaade Cungo Kompartiyası'nın vatanperverliği, milletçiliği ne etti? Sen mesela çet el şirket, çet el kapitalını Cungo'ya elip girdin. Ula yüzünün pul muamele organlarını kurdu. Bunda katkan senin bankan arlaşmaydı. Senin maliye organların arlaşmaydı. Senin pul muamele organların arlaşmaydı. Çet el yüzü başkurdu. Yüzü meblağ elip geldi. Bu endi çet ellik müşinin işinip kalamdığandı vatandaş endi Cungo'ya işenmeydi. Bu fakat hazır belki renk tüzüvatkan gap. Bir dünyayı yüzüne renk bilen köstüvatkan gap. İkinci memleketçilik furalarını renk bilen aldavatkan gap. Hemmisi keçip çıkıvasa, çekilip çıkmasa hazırman dedik Amerika'nın dağlar şirketleri. Şanghay'daki işhane binalarını setiyip çekilişki başladı. Bu en ahırkı zerbe dep kösetti gazı su şavka diye vatandaş. İkisi karma karış olup kaldı. Senin bu şuarın olan o çekinivatkan şirketlerinin hareket faaliyeti karma karış olup kaldı degen vatandaş. Lekin bir yerde gap deme, çet el şirketleriga Cungo'da pul muamele organı kuruşqa ruhsat kıldı degenlik. Yani Cungo depti üzerinin vatanperverlikini bir yakka kayırıp koyup vatan setiş bilen şogullanganlık buludu bu iş Kompartiya depti vatandaş. Üçüncüsü gidima, dördüncüsü öy mülk ticaretini, Türkisler degen baştalı vaziyette bir cümlede öy mülk ticaretini baş kuruş hukukunu bütünle yerliklerge düşürüvetti. Yerlikler sen bunu kanda baş kurup kanda bir tarafı üzerinin hukuk bizanın işidir. Demek hukukun merkezi yerlik düşedi. Hazıra Deçven medya ne mi dedi? Hazır özgür iş başlandı. Hukuk yerliklerge düşürüldü. Her bir ülke üzünü başkurduğun
devri yetip geldi, yoki bunun perdesi açıldı dedi vatandaş. Şundak mı ya? Şundak dedi. Hazır sizler gösterdik, şundak dedi. Muşla nait tutuyorsunuz yetip geldi. Yani çünkü onun gibi de siyasette köp türlük tertip keseliş bıraklı oturgu çıktı. Demek köp türlük tertip keseliş. Dörtlü sanat olduk mu? Dörtlünün içinde birincisi hukuklu yerliki biri bitişme. Bunu meyçven, deyçven medya ne mi dedi? Özünü özü başkuruş ülkelerinin devri başlandı dedik mi? Yani yani çünkü o deydi. Siyasette köp taraflık tertip keseliş. Eşek etkandı siyasette köp taraflık özgürlük hasıl kılış. Hazır bıraklı oturup çıktı. Hatta dedi o bana 180 gradı söz geldi. Ben arlıqda bir iş qetib sizlarga degan to'qat. Endi jazo lagerini qurgan kishi mi o Junanhay Xi Jinping. Uyg'urlarni assimilatsiya qilish siyosiy yo'l qo'yganmi Junanhay Xi Jinping. Endi bugun butun siyosatni tartibga soladi ekansan. Bu siyosatlarini tartibga solamsa yo'q. Masalan, hozir qo'lga olingan turmillar o'tgan nimadir? Jazo lageridagi Uyg'urlar yılda 65-35 bin 35 bin kişinin cigiri öpkisi böreki yürüki kesbelini dedik. Demek biz burada xulos çıkarıp sizge dedik vatandaş yılda 35 bin Uygur muşu yoluyla öldürüldü dedik. Sen bu siyasetin tertip tutasan bu siyasetlerini qanday qilishing mumkin? Qanday saçıp çalışır mı? İtan Gutman şundak dedi o. Sen bu adamların müşterici öldürdün, yani tertip istasan qanday tertip salırsa? Bular için nafaka beradigan yo'lni açamsa, yoki bular için kechirim so'raydigan yo'lni açamsa, apul so'ranglar demsa, apul so'rab Uyg'urlardan apul so'rashini talab qilamsa, yoki Uyg'urlarning oldiga o'rib apul so'ram, bunda o'zgartishga mushtan bo'ladi bu. Agar boshqa o'lkalarga o'z taqdirini o'zi belgilab, o'zini o'zi bir taraf boshqarish degan huquqni berib o'tgan bo'lsang, bu Tibet bilan Uyg'urga bergan huquqing nima degan gap o'tirib chiqadi. Endi gapni o'chatigan mana bu yerda. Vatandoshim, men sizga dedim, bu Tibet masalasini hal qiladigan bo'lsa, qaysi shaklda Uyg'uriston masalasini hal qiladigan bo'lsa, qaysi shaklda dedi vatandosh. Endilikda mana bu ish keldi. Oxirida Yuanchungo nim debdi desa, endi paychak bozorini qutuldirish, u qilish, bu deganlar endi oqmaydi deb. Xulosa shuki, endi sen shunchalik tayyorlik, shunchalik kuch kelgan bo'lsam lekin Kompartiya seni uchun vaqt qolmadi dedi. Demak, sen bu siyosatlarni kayniga yenib, o'zgartib, men qaytadan boshqa yo'ldan manaman deyishing mumkin. Lekin sen uchun vaqt qolmadi dedi. Eng zo'r jiddiylik mana bu yerda vatandosh. O'tgan yil 11-oyda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo o'rtasida aloqa munosabatlar bo'libmi, harbiy ishlar bo'yicha aloqa munosabat asli keltirish, bu suhbatning bosh temasi to'qinishdan saqlanish, suhbatning bosh temasi bo'ldi degan gap. Bugun Jungo agar rasla shunday o'zgarish davriga kirsa, endi Amerika Qo'shma Shtatlarining kutib turish, nazorat qilish davri boshlandi. Yani o'tgan yil 4-oyning 1-kuni Kurt Campbell yuqori darajalik amaldori Prezident Joe Bidenning Kurt Campbell aytgandek aloqa munosabatlarni saqlash, reaksiya davriga kirib qilish, kaskin harakatlarni bir taraf qilish funksiyasi qurish, qiziq liniya telefon o'rnatish, mushlarning hammasi degan gap Jungo hozir o'zgarish davriga kirdi. Lekin qismat nimada? Vatandosh, men turib qo'ydim savol bugun qo'yman. Tibet masalasi qaysi yo'l bilan hal qilasan? Uyg'uriston masalasi qaysi yo'l bilan hal qilasan? 1950-yil 51-yil Jungo Kompartiyasi butun mamlakatda huquqni qo'lga keltirib mustaqillik jakarlagandan keyin yo'lga qo'ygan ijara kamaytirish, ishga qarashtirib, 5ni yo'qotish, yer islohoti, kooperatsiyalashish, 4ni aniqlash undig'i madaniyat inqilob mush kunigacha hozirgacha deyli.
Hammani Cungo Kompartiyasi becirip geldi, rehberlik kılıp geldi. Bugün biz 180 gradus özgergende Uygur meselesini hal kılışmı, Tibet meselesini hal kılışmı, Cungo Kompartiyasının rehberliğini elip verilamdı ya. Onda koşarı sual tuğuldu. Dalai Lama teya. Erngada Cungo Kompartiyasının tallı veliş, red kılış, o buludu, bu bombaydı deydiğen hukukumu yok. Tibet için Dalai Lama teyyar. Uyguristan'a çok. Uyguristan'a mesela Cungo Kompartiyası kimni tanlap alıdı, giyen gep oturgu çıkıdı. Mesela Uyguristan'a için Amerika Qo'shma Shtatlar bu meselede qandak muamelede buludu degan gep oturgu çıkıdı. Mesela ötken yılı 2023 yılı 2. ayının 14. günü Tuniyaz nimeti Tuniyaz Tuniyaz degan adam Avrupaga chiqib birinchi bo'lib Angliyaga kirmoqchi bo'ldi. Angliya bu kishini rad qildi vatandosh. Buni aytib belgilik siyosat. Angliya bu kishining Angliyaga kirishini rad qildi. Avtonom rayonning raisi Tuniyazning Angliyaga kirishini rad qildi. Bu yerdan bir so'z ko'rmasala va vatandosh. Shundaqmi ya? Endilikda Cungo kimni tanlab oladi? Mesele keldi mi? Vatandaşın mesele keldi mi? Cungo tanlap algan adamını Amerika maqul demdi. Amerika bu devlet kızık devlet, acayip kızık devlet. Baş ağrımasıyla bazı işlerde maqul deydi. Baş ağrımasıyla maqul deydi. Lekin işki sebeplerini küzütüp gelgende mesela Cungo Kompartiyasının Amerika ornunu büşat dünyaya mı hükmürallık kılman degen elpazını körüp ketken Amerika Qo'shma Shtatları Muşundaq hal qılğıç payt kelgende Cungo'nun bu işki özgürüşünün qaysi yol bilen mengişini xalaydı. Qaysi yol bilen mangmasligini xalaydı. Qandaq bir taraf qilishini qo'llaydi. Qandaq bir taraf qilmasligini qarıştırır degandek. Mush bir qator siyosatlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati qandaq o'zgarish bo'ladi vatandosh. Oldimizdagi masala biz o'tgan yil 11 oydagi ishlar va boshqalardan Uyg'urlar masalasi hoziryan tashlanib qolarmi degan andishidan bo'lgan edi, undaq bo'lmadi u. Mana qarang, turgan 1-oyning 22-21 kunida 4 nafar senator Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 4 yillik qarorlik tekshirish masalasida Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'yishlar deb shunaqa qilib, night konkret, night ochiq Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili elchisi Michelle Taylor xonim 8 nokta. İntayim mühim noktalar. Bu 8 noktanı inçkilik bilen tahlil kılsak, yani tahlil kılımızı Xudo bursa. Hammasi siyasi hakimiyet, siyasi hukukka berip takılıdı vatandaş. Bu elek turgun biz ayırdık ku. Bu konduktor, kişilik, hukuk, menfaatleri ile emas, belki hukuk, kuch, başkuruş, tizginlash, hükmranlık kılış meselesiga berip çetildi. Eğer o mesele hal bo'lmasa, hukuk menfaatleri, kişilik hukuk menfaatleri hal bo'lmaydi vatandaş. Gep kimning hukmronlik qilishi? Uyg'uristonga, mustamlik Uyg'uristonga navbatda Xitoy hukmronlik qilyotidi. Oldimizdagi o'zgarish jarayonida kimning hukmronlik qilishi? Uyg'ur o'ziga o'zi hukmronlik qilish, Uyg'ur o'zining taqdirini o'zi belgilash. Çünkü insanlarda bakanki Cungo Kompartiyası 1998 yılının 5. ayda, 1997 yılının 10. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2 türlük Ali kanunuga her qandaq milletlerinin öz takdirini özü belgileş hukuku var degan kanunlar imza koydu vatandaş. Siyaset, cemiyet, hukuka xalqaro ahdnamasi. İqtisod ve cemiyet hukuku xalqaro ahdnamasi. Ve siyaset, siyasi hukuk xalqaro ahdnamasi. Mush ishga ahdnama qo'l qo'ydi vatandaş. Yani bugünkü özgürüşle muşlarını birleştirip qarab kelsangiz, bu özgürüş qaysi şekilde oldu? Men dedim hozir tunigun qandaq şekilde hal qiladi degan savolni qo'ydim. Bugun Cungo kimni tanlab oladi?
Tonu yazdımı? Ve ya üz tayyorlab turayotgan birisi bormi? Masalan, Amerika ma'qul deydigan, Amerika qo'shiladigan birisi bormi o'zi tayyorlab turayotgan? Yoki Tuniyazmi? Tuniyazni Angliya rad qildi dedi-ku. Endi zodi kimni? Dalay Lama Tibet uchun tayyor, u to'g'rida boshqa turadigan hech qanday ish yo'q. Hech kim boshqa turolmaydi. Agar Tibet masalasi Tibetlarning ko'ngildagidek hal bo'lgan bo'lsa, Dalay Lamani daramsala qarab baqam. Birinchi ayning 15-kunida boshlab qo'yib bergan to'rbetlar qarab baqsangiz, bu bir xalq, bir hukumat allaqachon qurilib bo'lgan gap daramsalada hozir. Aşı ko'tarib elib tushsili bo'ldi, boshqa gap yo'q. Uyg'urlarning masalasi murakkab masala vatandosh. Bugungi leksiyalarimiz bu yerda oyoqlashadi vatandosh.